Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo 23 davlat Xitoyni Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar qartilgan siyosatlari sababli kishilik huquqni hurmat qilishga chaqiriq qildi. Seyşembe günü içilgan Birleşken Devletler Teşkilatı Çoğun Yığını Kişilik Hukuk Komitetida 23 devletga vakolatan söz qilgan Angliyaning Birleşken Devletler Teşkilatı'da turishliq elchisi Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq tajovuzlariga bo'lgan endishlarini bildirdi. Amerika, Kanada, Yaponiya va Avstraliya qatorliq davlatlarni o'z ichiga olgan 23 davlat Xitoyni o'z qonunlariga, xalqaro majburiyatlari va kishilik huquqni qo'g'dash va'dalariga rioya qilishga chaqirdi. Bayonot yana Xitoydan xalqaro tekshiruvchilarning Sharqiy Turkistonga kirishga yo'l qo'yish talab qilindi. Shuning bilan birga Turkiyaning Birleşken Devletler Teşkilatı'da doim turishlik muavin elchisi Serhat Varli Turkiyaning Uyg'ur diyoridagi Uyg'ur masalasini Xitoy bilan bo'lgan dialog va ikki taraf uchrashuvlari orqali o'ttirg'i qo'yib kelganligini bildirdi. Amerika Avam Palatasi Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasini qabul qildi. Sharqiy Turkistondagi bostirishlar xalqaro jamiyatning kun tartibidan tushmayotgan bir vaqtda 11 oktyabr sunilgan Uyg'urlarga aloqador qonun loyihasi Amerika Avam Palatasida ma'qullandi. Bu qonun loyihasi Sharqiy Turkistondagi zulmning ayblanishi, Xitoyning davlat ichi sirtida Uyg'urlarni tutqun qilish qatorliq bir qator talablarni o'z ichiga oladi. Iroqda juma kundan buyon davomlashayotgan hukumatga qarshi namoyishlarda o'lganlar soni 100 dan oshdi. Iroq parlamenti qarmog'idagi kishilik huquq komiteti e'lon qilgan yozma bayonotda poytaxt Bag'dod bilan o'rta va janubiy qismidagi shaharlarda o'tgan 6 kunda o'tkazilgan namoyishlarda o'lganlar sonining 100 ga yetganligi bildirildi. Bayonotda namoyishchilar va amonlik qismlaridan bo'lib yaralanganlar sonining 5500 ga yetganligi tilga olindi. Iroqliklar ishsizlik, namoratlik va ommaviy xizmatlarning yetersizligi sababli davlat miqyosida hukumatga qarshi namoyish o'tkazmoqda. Hindiston hukumati bu yil 5-avgustda avtonomiya huquqini eptashlagan Jammu Kashmir o'lkasi bugun rasmiy ikkiga bo'lindi. Yangi belgilamaga asosan Jammu Kashmirning o'z asosiy qonuni va bayrog'i bo'lmaydi. Hindiston hukumati bu orqali rayon iqtisodini davlatning boshqa qismlari bilan birdaklikka ega qilib, texmo muqimlashtiradiganligi va xalqning farovonligini yaxshilaydiganligini aytdi. Hindiston taratqullarining xabar qilishicha, Hindiston Xalq partiyasi hukumati bu yil 5-avgustda yo'lga qo'ygan Jammu Kashmirning yangidan tartibga solinishga aloqador belgilamalariga asosan bu rayon Jammu Kashmir va Ladakh zamini deb ikkiga ayrildi. Angliyaning Yevropa ittifoqidan chekinib chiqishining davlat iqtisodiga 70 milliard fond sterling ziyon keltirganligini bildirdi. Londonga joylashgan Davlat iqtisod va ijtimoiy tadqiqot instituti bu haqda bir yozma bayonot e'lon qildi. Bayonotda Angliya hozirgi sharoitda Yevropa ittifoqidan ayrilsa, davlat ichi ishlab chiqarish umumiy qimmatining 2019-yilda taxminan 3,5% tushadiganligi va Angliya iqtisodiga 70 milliard fond sterling ziyon keltirganligi bildirildi.